Umra safariga borganda narxi arzon, lekin sharoiti zo'r bo'lsin degan obunachilarimiz uchun Xudo xolasa shu videoda o'tkazib yubormaysizlar. Videoda oxirigacha ko'rib tursalaring, shart-sharoitlari qanaqa, narxlar qanaqa bo'lyapti, atrofga qaraganda arzonmi, qimmatmi, Xudo xolasa sizlar bemalol farqlab olishlaring mumkin. Sharoitlarning hammasini, to'lov masalalarini hammasini Xudo xolasa sizlarga to'liq qilib tushuntirib berishga harakat qilamiz. Bugun Hikmat Travel'ga yetib kelganmiz. Abdug'offor akaning yo'llariga Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Xudo xolasa atrofga qaraganda narximiz ancha arzon. Videoda oxirigacha ko'rib bemalol qolganlarga qaraganda taqqoslab olishlaring mumkin. Abdug'offor aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana birinchi narxdan boshlaymiz. Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha Primoy reyslarimiz 17-iyuldan 25-iyulgacha deyarli har kuni bor. Har kuni. Oyda oxirigacha ham Xudo xolasa har kuni bor. Reyslarimiz Xudo xolasa qo'yiladi. Telefon aloqaga chiqaveringlar. Mana shu nomerlarga $950 dan qilib beramiz. $950 dan qilib beriladi, zo'r. Iloji boricha har kuni reyslarimiz bor. Har kuni reyslar bor. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Bir kun aqabaqa bo'lib qolishi ehtimoli bor. Telefon qilib turib bugun joylarni bron qilsa, erta uchib ketishlari mumkin. Bemalol. Mana 17-dan mana hozir ayni damda bor reyslarimiz 17-iyul kuni bor, 18-iyul kuni bor, 19-iyul kuni bor, 20-iyul kuni bor, 21-iyul kuni bor, 22, 23, 24, 25 shu iyul kunlarida har kuni reyslarimiz bor. Xudo xolasa har kuni reyslar bor ekan. Bemalol aloqa qilishlar, Xudo xolasa joylarni bron qilsalar, ketishlari mumkin. Endi vodiydan ketmoqchi bo'lganlargacha endi. Vodiydan ketmoqchi bo'lganlar uchun $990 qilib beramiz. $990. Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha Primoy reyslarimiz. To'g'ridan-to'g'ri reys. Primoy reyslarimiz, to'g'ridan-to'g'ri reys. Jidda Farg'ona bo'ladi. Xudo xolasa. Buni chislovlari iyul, avgust oylariga reyslar qo'yilgan. Iyul oyiga har 2 kunda reyslarimiz bor. Zo'r. Mana 17-kuni bo'lsa, 19-kuni bor, 21-iyul kuni bor, 23-iyul kuni bor, 25-iyul kuni bor. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Qolgan kunlarida ham, masalan, biz avgustga bormoqchimiz yoki oyda oxirigacha bormoqchimiz deydiganlar uchun u kunlarga ham Xudo xolasa reyslarimiz qo'yilgan. Bilib, sizlarga aniqini aytamiz. Bir kun aqabaqa bo'lib qolish ehtimoli bor. Telefon qilsa, Xudo xolasa yana to'liqroq tushuntirib berishadi. Endi mana narxi arzonligini eshitdilaring, atrofga qaraganda taqqoslab bo'lgandirsizlar. Endi sharoitlar tushuntirib bersiz endi. Sharoitlar qanaqa bo'lib borishgan? Sharoitlarimiz zo'r, Xudo xolasa sharoitlarimizni Madina Munavvarada gastitsalardan boshlaymiz. Madina Munavvarada gastitsamiz uzoqligi 200-300 metr. Payg'ambarimiz ravzalari, Xudo xolasa. Xo'p, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. 1 kilometr, 2 kilometr, Xo'p, qaysi biri bo'sh bo'lsa gastitsamiz, o'sha yerga tushishadi. Xudo xolasa avtobusda 24 ga yetib qatnaydi. Undan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Endi Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi, Xudo xolasa. Zo'r. Undan tashqari 50 bosh xizmati. Aeroportda 50 boshimiz birga borib, birga kelishadi, Xudo xolasa iloji boricha. Bilmagan narsalar o'rgatib ketishadi. Endi firma tomonidan yana so'mka beriladi, kanzil beriladi, bejik beriladi. Vizalarni qo'llariga chiqarib beramiz. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi ham bonus sifatida qo'shib beramiz. Yana bitta bonusga 5 litr zamzam suvi beriladi, Xudo xolasa. Zo'r. Endi to'lovlar masalasi qanaqa bo'ladi deydiganlar uchun, xohlasa to'lovlarni ofisimizga kelib qilsin, xohlasa onlayn joylarni bron qilsin. Agar ofisga kelmoqchi bo'lganlar uchun respublikamizning 3 ta viloyatida ofislarimiz bor. Qaysi joylarda edi aka? Xo'p, Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Zo'r. Endi yo'q, bizga uzoqlik qiladi deydiganlar uchun o'sha aytganimizdek, shu nomerda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Bemalol shu nomerlarga aloqaga chiqaveringlar. Qanday joylarni bron qilishni o'zimiz tushuntiraman. Xudo xolasa, bu o'zimning nomerim. Ismim Abdug'offor. Bemalol aloqaga chiqaveringlar, o'zim chiroyli qilib tushuntirib beraman. Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlar berishadi. Qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa ham tortinmasdan, o'ylanmasdan Telegram, WhatsApp, oddiy telefon orqali ham aloqaga chiqsalar ham bo'ladi. Musofirda yurganlar ham aloqaga chiqaveringlar. Xudo xolasa, ota-onalaringni yoki o'zlaring bormoqchi bo'ladigan bo'lsalaring, qizil pasportlarni tashlab bersalar ham Xudo xolasa joylaring biron qilib qo'yishadi. Men musofirdan kelib turib, keyin ertasiga yo indiniga umra safariga oilaviy uchib ketaman deydiganlar bo'ladigan bo'lsa ham Xudo xolasa qizil pasportlarni tashlasalaring, joylar biron qilib qo'yishadi, tayyor qilishadi. O'zbekistonga kelasizlar, 1-2 kun damni olasizlar. Xudo xolasa indiniga bemalol uchib ketsalaring bo'ladi. Pastda Abdug'offor akaning o'zlarining nomerlari, aloqaga chiqinglar, chiroyli qilib qo'yib berishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.